Shu kunning o'zida viloyat hokimligida Qo'shtepa tumanida tashkil etilayotgan maxsus sanoat zonasidagi yer maydonlarida yo'lga qo'yilishi mo'ljallanayotgan loyihalarning ham taqdimotlari o'tkazildi. Viloyat hokimi Xayrullo Bozorov 10 ga yaqin xususiy sektor vakillarining yangi rejalari bilan tanishdi. Ularning fikrlarini eshitdi. Amaliy yordamlar ko'rsatilishini aytib o'tdi. Shu yo'nalishda faoliyat ko'rsatayotgan yosh tadbirkorlarda istiqbolli loyihalar ko'p. Ularni o'z muddatida bajarish uchun amaliy ko'mak zarur. Tumanda elektrotexnika, mebel, trikotaj, avtomobil ehtiyot qismlari, baxmal, har xil turdagi matolar ishlab chiqarish loyihalari bor. Xitoydan kelgan investor Siu Tiani uchrashuv davomida O'zbekistonda, xususan Farg'ona viloyatida tadbirkorlar va investorlar uchun yaratilayotgan imtiyozlarni e'tirof etdi. U ham o'z tadbirkorligini yo'lga qo'yish maqsadi borligini aytib o'tdi. Farg'ona viloyatiga 2024-yilda kelganman. Men turli yoritgichlarni ishlab chiqarish loyihasini yo'lga qo'ymoqchiman. Mahsulotlar mahalliy xom ashyolardan tayyorlanadi. Yangi ish o'rinlarini ham yaratamiz. Mahsulotlarimiz asosan qo'shni Qirg'iziston, Qozog'iston va Turkiya davlatlariga eksport qilinadi. Bugungi qabulda viloyat hokimi bizga amaliy yordam ko'rsatishini aytdi. Bundan mamnun bo'ldik. Qabul marosimida ishlab chiqarishni yo'lga qo'yayotgan yosh tadbirkorlar bilan atroflicha muloqotlar qilindi. Ularning muammolari so'raldi. Bu yo'nalishda tadbirkorlarga belgilangan tartibda imkoniyatlar yaratilishi yuzasidan mutasaddilarga ko'rsatmalar berildi.